Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Amma ba'du. Hurmatli qarindoshlar, biz bugun Al-Imron surasining 97 oyatiga keldik. İlgirki oyatlarda İbrahim alayhissalatu vesselam munosabatlik ve İbrahim alayhissalatu vesselamni üzge mensup qilishni, İbrahim alayhissalomning üzge mensupligini da'vo qiladigan ahli kitob haqida va shunga munosabatlik Maryam alayhissalom va İsa alayhissalom haqida mazmunlar o'tgandi. Bugungi darsimizda İbrahim alayhissalatu vesselamga munosabatlik mazmunlar so'zlanadi. Allah subhanahu ve taala bu oyatda deydi: "Estaizu billah fihi ayatun beyinatun maqam İbrahim ve men dakhalahu kana amina." وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dersinin tafsilatıga kirishdan ilgari biz avval qisqacha bir tarjima qilib o'taylik qarindoshlar. Allah subhanahu va taolo deydi, shu Ka'bani ko'rsatib, shu Masjidul Haromni ko'rsatib, buningda ro'shan oyat pakitlava deyotdi. Ve bulup keyneden İbrahim Aleyhisselatü Vesselam toğan cayını, yani toğan taşını bizge bir delil süptide şu maksat kılınıvatıdı degendek bir süpette İbrahim Aleyhisselatü Vesselam toğan makam İbrahim hecki Allah'ın hemmisini bilirdi. Bu roşan paket delille degen şekilde keltirdi. Kim ki bu haremge kirse, Kabe'ge kirse emin buludu. Yani emin buluş gerek. Bir yanın prensibi şu. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ. Kişiler Allah'a halis bir şekilde, Allah'ını közlegen bir şekilde, Allah'ın yolu da Beytullah'ın hac kılış gerek. Şu Beytullah'a baradigan yol emin olsa, yolga qadir bulalısa, biriş, keliş, çıkımı ve başka taraflarda baralaydigan bir imkaniyetke ega bolsa. وَمَنْ كَفَرَ. Kim ki inkar kılsa, kim ki kafir olsa, kim ki tansa, Allah subhanahu ve taala bütün dünyadan, bütün mevcudatlardan Allah bir hacettir. Hem de ayette qarindoshlar, bu Kabe'de, Beytullah'da ayat beyinat var. Roşan pakitlava köplük bir şekilde kep bulup arkadan makam İbrahim de birlik şekilde keltirişi belki makam İbrahim'nin özününki köp paket, köp delille bizge nurgun malumatlarını beradigan alamet ikenlikini bizge bildirmesi gerek. Biz şu asasda qani işkirilep ayetinin tahtiga bir çökep bakaylı. Hem de İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'ınki hulini İbrahim Aleyhisselam Beytullah'ın hulini kütürüş için, yani tamını kopuruş için şu vakitte tuğan. Bir taşның üstüde qarindoshlar. Hem de makam İbrahim'e qaraydigan bolsak, belki bizge şu İbrahim Aleyhisselam Beytullah'ın temini kopuruş için tuğan haletler ve kıvatkan işler ve ondan başka nurgun neslerini bizge esletişi, nurgun neslerini bizge çöndürüşü, nurgun ibretlerini bizge birişi mümkün. Biz bunu birbirlep düşünerliginimizce, yani idrakimiz yetkinice, fehmimiz sığdıralgınıca bir qanak bakaylı, mığıp bakaylı, davamlış bakaylı. Hem de Allah subhanahu ve taala İbrahim Aleyhisselam'dan şu Beytullah'ını kütürüşünü, tamlarını kütürüşünü talep kıldı. Aslında İbrahim Aleyhisselatü Vesselam şu zamanın şaraitleri de özünün bu miqdarı da, yani kuliyet kişilik bir şekilde kütese vazifesi ada oladı. Çünkü o vakitlerde kuruluş imaretlerde işildiğin kran deyimiz ve başka kuruluş üsküller deyimiz yok. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın adeti, biz ilgilenince okup öttük bu meselelerini. Allah buyurgan her kandak bir buyruğunu en mükemmel şekilde aşırıp bir muhabbetle suyup durup ada kıladigan bir alahidlik var. Sonra yani İbrahim Aleyhisselatü Vesselam özü tamını kopralaydigan, özünün buyulantan, yani kolu yetidigan derecede kıp boğandıkken bunu olan kupaylanmadı. Belki xuddi bayatın degenimizdek Allah'ın buyruğunu aşırıp urundaydigan, muşu adetiga asasen
İbrahim Aleyhissalatu vesselam qashiga toshdan birini akilib, shuning ustida turib, andikin tamni o'zining bo'yidan egiz bir shaklda ko'tarish uchun tirishdi. Biz Sura Baqaraninki 124-oyatni o'qigan qarindoshlar. Ve izibtala İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fa'atammahunna. Ayet bizge şunda deydi ki İbrahim Aleyhissalatu vesselam bütün sınaqlarını vayığa yetkizib urundu deydi. Ayetning mazmunida. Allah Subhanahu ve Taala İbrahim Aleyhisselamning bu xil pozitsiyasiga, bu xil muomalasiga, bu xil astoydilligiga qarata İbrahim Aleyhisselamni kishilarga rahbar qildi. Inni ja'aluka lin-nasi imama qala va min zurriyat. Oyatning tafsiloti biz Sura Baqarada o'qib bo'lgan qarindoshlar. Ya'ni bu yerda demoqchi bo'lganim shuki, İbrahim Aleyhisselamning bu qilgan ishi Allohning buyrug'ini voyaga yetkazib, oshirib urundash bir ifodasi. Bu biz maqomi İbrahimdan oladigan birinchi dars qarindoshlar. Ondan keyin bu yerda bizga tasvirlab beradigan yana bir nuqta qarindoshlar, toshning egizligiga qaraganda, toshning yuziga qaraganda bu yerda ikki odam bor. İbrahim Aleyhisselam bilan İsmail Aleyhisselam, buni ilgirki oyatlarda biz o'qib o'tgan. Ya'ni İsmail Aleyhissalatu vesselam yerdan tam qo'piradigan toshlarni sunib berdi. İbrahim Aleyhisselam shu maqomi İbrahim degan toshning ustida turib, İbrahim Aleyhisselam'ın sunup bergan taşlarını elib tamni qo'pdi. Bu tasviriy jarayonni biz nereden alamiz? Maqom İbrahim'dan alamiz. Bu yana bir ders, yana bir bizga ifodalab beradigan, mush maqom İbrahim'dan chiqadigan oyat bayonotlarninki birisi bo'lsa kerak. Endi shu tashqi qarag'inimizda yeni bir narsani bayqaymiz. Taş odatda normalda sizlar biz bilamiz taşni. Bugungi kunda mashinlarda taşni tap-tuz qirib mundaliqi to'chchasi qilgan bilan qirilmagan taş egizbas uludamdi. Ya yumaloq siliq qiladi. Tağdan chiqib qolgan bo'lsa, bir xil qo'ti tuz tumaydigan bo'ladi. Hozir bugungi kunda taşni chiroyli qilib kesib zavodlarda to'chchasi qilgan bilan u vaqtda ish yo'q. Endi İbrahim Aleyhisselam tug'an shu tashqa qaraganimizda İbrahim Aleyhisselam tug'an asarida izni ko'ramiz ham. Ya'ni İbrahim Aleyhisselamning dastlab tug'an yerini ko'ramiz. Bu balkim Alloh Subhanahu va Taala o'z qudrati bilan toshni yumshatib İbrahim Aleyhisselam dastlab tura oladigan bir holga kelganmi? Yoki İbrahim Aleyhissalatu vesselam o'zining xizmatini bajandilla bilan voyaga yetkazib urindash uchun ataytan toshni qirib o'zi tura olgudek puti dassisa, puti dassab putning izi tushgudek bir holat kelganmi? Biz buni özümüzün zihni, özümüzün düşüncesi kötürelgen miqdarda qanday o'ylasak bo'ladi? Ammo bu yerda tushunadigan bir nuqtamiz shuki, Alloh Subhanahu va Taala qaysi xil shaklda bo'lsin, men İbrahim Aleyhisselam'nınki qul orqali bo'lsin yoki o'zi bevosita qudrati orqali bo'lsin, İbrahim Aleyhisselam'ning bu xizmatini eng mukammal shaklda tamamlashiga İbrahim Aleyhisselam'a yardım qilgan. Biz jiqdab o'tdik ilgirki darslarimizda bir mu'min Allohning yo'lini tanlab bo'lgandan keyin, Allohninki irshad hidoyatini qurib qabul qilib bo'lgandan keyin Allah o mu'minning shu yo'ldagi musofasiga yordam qiladi. Vallazina ihtadaw zadahum hudan va atahum taqwahum. Sur Muhammad 7-oyatda bu oyatni biz ilgirki darslarda mush xil shaklda hidoyatning ikki xil bo'lganligi, birisi bu yo'lni tanlash va tanlamaslik oldidagi ko'rsatish shaklda mao din yo'li, mao dinning g'ayrining yo'li, mao islom yo'li, mao kufr deb ko'rsatish hidoyati. Yana birisi yo'lni tanlab bo'lgandan keyinki shu yo'ldagi musofini besish jarayonidagi Allohning mu'minga beradigan yordam yo'li deb biz buni jiqtirib İbrahim Aleyhisselam'ninki bu taş ustida turib, bu tamni qo'polgan holati, andikin toshning ustidagi puti dassab turgan izdek buni tura oladigan bir holatlarning hammasi mayli qanday shaklda bo'lsin, bayatni deganimdek İbrahim Aleyhisselam o'zi hozirlagan bo'lsin, u toshni ashta o'zining puti dassab turgandek bir iz chiqarib yoki Alloh toshni yumshatib İbrahim Aleyhisselam dassasa puti teyilib ketmay turgandek bir holat, yani putning izi tushgudek putning o'rnini hozirlagan bo'lsin. Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'a bergen şu vaqt vazifasini undirishni bir yordami deb tushunsak bo'ladi qarindoshlar. Ondan keyin oyatning davomini uzluksiz davomlashtiramiz. Va man dakhalahu kana amina. Bu o'ringa, ya'ni Baytullohga, haramga kirgan kishi emin bo'ladi dedi. Hani Beytullah şu hozirgi Makkadagi o'rniga selindi, shu vaqtda tamomlandi.
Endi bu joyda tarixdan buyon nurg'un urushlar bo'ldi. Bilisizlar, endi kishilar o'tirishlik urush tarixdan buyon to'xtab qolgan emas. Qon to'kilishlar bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mushu o'yinni insonlarga o'ziga ibodat qiladigan bir joy belgilab birishlan birga qon to'kilishini to'xtatish uchun aminlik prinsipini bu o'rga bekitgan. Ya'ni Baytulloh kirgan, haramning tavalligiga kirgan har qanday odam amin bo'lish kerak. Shunga biz Umar radhiyallohu anhuning mana bir gapini uchirtimiz. Agar deydi, Xattobning qotilini men Baytullohda, haramning ichida uchratsam, Xattob degan dadasi, men uni chaqilmayman deydi. Umar radhiyallohu anhu. Yani bu kadar aminlik prinsipi var bu yerda. Ama bunda dese bazı qarindoshlarımızning kallasiga bu haramning ichida jinoyat o'tkazganlar hech qanday bir cheqilinmasa, bayatın ağam misaldagidek Umar radhiyallohu anhuning so'zidagi bir qotil mu hatta cheqilinmasa, qanday qiladigan da olsa, jinoyatchilar qo'llarini silib yumamdi uni ichida erkin azod desa, yo'q, cheqilinmaydi. Ammo uning elinmaydi, setilmaydi, muomala qilinmaydi, siqib, qistab bunu haramning chegarasining sirtiga chiqishga majburlanadi. An haramning sirtiga shuna chiqqan hamon shu yerda tutib, shu yerda uning jazosini beramiz. Bu Baytullohninki, haramninki dunyodagi aminlik prinsipi. Endi qiyomat kundagi aminlik prinsipi u boshqa narsa. Alloh subhanahu va taolo Kaaba, Baytullohga shunchalik bir hikmat, shunchalik bir muqaddaslik ato qildiki, bu yerga berib Alloh belgilagan hech farzand ato qilgan odam onasidan tug'ilgan bir holatga keladi, butun jinoyatlari yuyiladi. Qiyomat kunisi buning darajasini shu vaqtda qana qiladi, kiradi. Ondan keyin yana biz Kaabaning ichiga kirgan vaqtda, namoz o'qigan vaqtimizda yumaloq siman o'tiramiz endi. Yumaloq siman sap tuzimiz namoz o'qigan vaqtda Kaabaning shimol tarafidagilar Kaabaga qaraydi, janub tarafidagilar Kaabaga qaraydi, sharq g'arb tarafidagi hammasi Kaabaga qaraydi. Ya'ni to'rt atrofida tug'anlarning hammasi yumaloq siman sap tuzib bir-biriga qanday qiladi, qaraydi. Kaabani bu shaklda cho'r deymiz. Ammo Kaabadan shunda sirtiga chiqsak, Kaabaning sirtiga chiqsak, ya'ni Kaabani yiroqlatsak demakçimdi. Kaabadan sirtiga masalan haramning masjidning atrofidan yiroqlashib, boshqa masjidlarda yoki boshqa yerda namozga sap tuzmoqchi bo'lsak, tuz shaklda tuzimiz. O vaqtda haramdagidek yumaloq doira shaklda qanday qilmaymiz, sap tuzmaymiz. Haramning ichida doira shaklda, yumaloq shaklda sap tuzimiz, ammo haramdan yiroqlashgandan keyin garchi bir sapda bir ming odam turib ketadigan 500 metrlik sap tuzgan taqdirdami, tuzimiz Kaaba tarafga qaraganimiz, bizning qiblaga qaraganimiz bo'p hisoblanadi. Undan boshqa oyatning 5idagi mushu haramdagi, Kaabadagi büyük alametler, büyük paktlar, büyük delillerning qatoridan birisi Hajarul Aswad meselesi. Bilisizlar, Hajarul Aswad hamma odam uni suyish uchun tavob qilish jarayonida intiladi. Yoki suyanmagan taqdirda salom beradi. Amaliyotda qarasak inson koinot mevcudatlar içindeki en mukaddes, en uluk bir mahluk. Ondan qap qalsa hayvanlar. Onun bir tüven derecesi hayvan, ondan bir tüven derecesi üzümlük. En tüven mahlukның derecesi taş emdi, yani cansız narsa. Kainatta muşu boyunca dereceye tasak buludu. İnsan, ondan keyin üzümlük, ondan keyin hayvan, ondan keyin üzümlük, ondan keyin taş. Bu yerda bir narsa kivatıdı ko'z oldimizga. Ya'ni koinotda o'zini xo'jayin deb qaraydigan yoki koinot amaliyotda xo'jayin bo'lgan inson eng tuvan toshni so'yadi yoki salom beradi. Agar so'ymasa yoki salom bermasa, ma ibodati qabul bo'lmaydi. Suyanmay qolib qolgan odam xuddi bir nimasi kamdek his qiladi. Bu nima degan vaqtda Alloh subhanahu va taolo en büyük mahlukni, en oddiy mahlukqa qanaqa qiladi? Talpindirib shuni salom bergizib, shuni so'ydirib. Ya'ni inson mutakabbir inson asli dunyoning xo'jayini deb qaraydi. Ammo jonsiz toshni suyish yoki unga salom berish majbur bo'lib qolyapti. Ibodatning qabul bo'lishi shuningga qarashliq bo'lib qolyapti.
Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın büyüklüğü şu ki, şuncha mağrur insanı bir taşның altında qanday qılatıdı? Pes o'ringa cho'g'izyotidu. Ham bu yerga kelsak, bir qism savollarga uchragan biz. Ya'ni nima deb tashni suyadi? Tamam, bu yerdan halqib inson nima uchun Ka'baga qarab namoz o'qiydi? Bir buddizmlik emasmi deydigan bir savollarni qo'ydi bir qism kishilar bizga. Biz dal mushu nuqtani bayatdan so'zlagan oyat bayinotdan chiqiramiz. Ya'ni qarab baqqanimizda hech toshning toshligi, bir tamning tamligi hech bir e'tiborga ega emas bu yerda. Masala tosh masalasi emas, tam masalasi emas. Qarab baqayli, bir tosh, buni biz suyavatimiz, salom beravatimiz, silavatimiz. Bir tosh uning taş etib bir xil düşman muomalasini, uni xorlash muomalasini qilyapmiz. Bilasizlar, hajga vaqallah. Hajar al-Aswadni suyamiz, shaytonga tash atamiz deb bir toshga qaratib tash atamiz. Omi tash, bumi tash. Bu toshni suyamiz, bu toshni tash bilan chalma-kesak qilamiz. Endi bu yerda mulohiza qilingan narsa nima desa, masala tash masalasi emas, tam masalasi emas, balki Allohning buyruq masalasi. Allah'ın buyrug'iga itoat qilish masalasi. Buyurdi, so'ydik. Buyurdi, tash atdik. Yani bu yerda toshning toshligi hech e'tiborga ega emas. Toshning toshligi hech e'tiborga ega emas. Balkim tushuninglar qarindoshlar. O'xshash tosh va tosh. Bu toshni suyuvatimiz, u toshga tosh etib, shaytonga tosh atib, shaytonga simol qilib turib, uni chalma-kesak qilyapmiz. O'ylab baqayli, toshning toshligi yo'q bu yerda. Kallamizda faqat va faqat bizning kallamizni egallaydigini shu vaqtida, bizning tuyg'umizni egallaydigini Allohning buyrug'i. So'y degan buyrug'i va tosh at degan buyrug'i. Mana bu aminiyatli mu'minlarningki Alloh qo'ygan ishonch darajasining eng yuksak ekanligini ifodalaydigan, Alloh nim desa qiladigan, toshni so'ydida so'ydik, toshga tosh atdi atdik. Bu bir mutlaq itoat, mutlaq bo'ysunish, mutlaq islom musulmonlikning yuqori darajasi ekanligining aminatda ifodasi. Bo'lmaganida biz bir toshni suyab, bir toshni tosh kesak qilishning hech hojati yo'qdi. Biz u toshni suyayotgan vaqtimizda va bu toshga tosh aytayotgan vaqtimizda as yodimiz qildig'ini Alloh u tosh emas va bu toshcho emas. Bu nuqta nihoyat aniq nuqta qarindoshlar. Undan boshqa mushu ayat bayinot ayatdiki, ro'shan faktlarning qatoridan birisi Ka'baning ichidagi Zamzam. Zamzam degan hamallam bizning zihnimizga buning bir hikoyasi keladi kallamizga. Hajarninki o'g'li Ismoil alayhissalatu vasallam bilan billa. İbrahim alayhissalom Hajar alayhissalomni o'g'li Ismoil alayhissalom bilan billa hech qanday giyohmi bo'lmagan bir qaqas cho'llikda ziroatni bo'lmagan, suv bo'lmagan tashlab qo'ydi. Shu vaqtida Hajar onamiz Ibrohim alayhissalomdan so'radiki, o'zing tashlab qo'ydingmi? Allohning buyrug'imi? Allohning buyrug'i. Unda bo'lsa Alloh bizni qanday qilmaydi, zayo qilmaydi. Bu bir uzun hikoya-ku. Bizga munosabatlik tarafi bor. Zamzamning hikoyasi. Hajar onamiz suv izdab balasi uchun Safa va Marvaning o'tirisida yuguraydi. 7 qitim yuguraydi hamda bir o Safa va Marva nimani bilasizlar? Bir ayol kishi uchun qila oladigan eng yuqori shu, uning o'tirisida yugurmak ancha oson emas hamda. Endi amma suv chiqmadi. Safa va Marvaning o'tirisida yugurdi, suv chiqmadi. Lekin qaytib kelib o'g'lining qishig'i kelgan vaqtida o'g'lining futidan suv chiqdi. Bu bir jarayon qarindoshlar. Bizga bir narsani davatidi bu jarayon. Bu bir quruq hikoya emas. Bu nim davatidi desa, xuddi Alloh subhanahu va taolo mush qissa orqali, bu voqelik orqali bizga bir narsani davatganda, ey inson, sen sa'iy qilishing kerak. Sen sabab qilishing kerak. Bu qonuniyat tirishchanlik ko'rsatishing kerak. Bütün kuchingni chiqarishing kerak. Ammo sen erishdig'ining sen qilgan o sabab yoki sen qilgan o tirishchanlik yoki sen tortgan o jafodan emas, mendan keladi. Qaranglar, 7 qitim yugadi,
su topolmadi, su chiqmadi. İsmail alayhissalomning putidan chiqyapti Zamzam. Yani demekçi şu ki sen sa'iy qilishing kerak. Sa'iy qilishing kerak. Tirishchilik ko'rishing kerak. Dunyoni qonuniyatla yaratdim. Sa'iy qilish, sabab ko'z qonuniyatlan. Sen cho'qim uni qilishing kerak. Bu qonuniyat. Ammo erishadiganing kim bo'ladi? Bevosita men beraman sana. Davatuda Allah subhanahu va taala. Yani insan dunyolikda, hayotlikda sabab qilish kerak, tirishchilik qilish kerak, ammo qalbi sababga emas, o'zi qilgan tirishchilikqa emas, shu sababning Robbiga, hammaning egasi bo'lgan Allohga qanday qilish kerak, bog'lanish kerak. Yani bu mu bizga hayot qonuniyatlaridan, hayotga bog'langan cho'ng bir aqida prinsiplaridan birini o'rgatib turyapti. Bu yerda oyat, bayonot va qarindoshlar. Ya'ni hayot bu şekilde sebep qilishing kerak, ammo qalbing kimda bo'lsin, shu sababning egasi bo'lgan va shu sababning natijasining egasi bo'lgan Alloh bo'lish kerak. Sen sababni qilsa, natija kimdan chiqadi? Allohdan chiqadi. Safar sendan, zafar kimdan? Allohdan. Degan bir hayot prinsipini, iymon, aqida prinsipini bizga bu voqelik, bu hikoya qanday qilyapti, beryapti. Bu shu biz yuqorida boshlagan Ka'ba, Masjidul Haram, Haram haqidagi oyat bayonotlarninki birisi. Yana bu yerda bir narsa bor, ya'ni tavakkul prinsipini bizga aytib beryapti qarindoshlar. Tavakkul prinsipi degani nima? Biz atrofimizda ko'rayotgandek yetib olish, yulinib olish, silinib olishdan farqlanadi bu. Tavakkul qildim, tavakkaltu alalloh degan gap nima degan gap desa, sababni qilsa, putquling ishlaydi, sa'iy qilsa, qalbing Allohga tavakkul qiladi deydi. Ammo silinib olish, yulinib olish, g'ururlikni, tavakkulning chapinini ko'stib o'tirg'a chiqish bu ajoyib ig'ir xatolik. O'zingning g'ururligini, ishlamaganni, yetvoqningni tavakkul chapini bilan buni zinatlab yoki tavakkul nomi ostida yetib olishing aslo va aslo to'g'ri emas. Biz bunday kishilar deymizki, agar sening gaping to'g'ri bo'lsa, sen tavakkul qilsang, hamma narsani Xudoyim birov bo'lsa, oldingi kelgan tomoqnimi sen qo'lingni serib, og'zingga olmasin, jim o'tda. Osh tomoq o'zligidan og'zingga kirsin, o'zligidan oshqozoningga kirsin. Ammo tavakkul bunday emas. Tavakkul dal Hajar alayhissalom bilan İsmail alayhissalomningki voqelikdagi jarayon bu tavakkul. Yuguraydi, sa'iy qiladi, tirishadi, natija kimdan chiqadi? Allohdan chiqadi. Mana buning o'zi tavakkul. Hatto Hajar alayhissalomningki İbrahim alayhissalomga so'rgan savoli va bu so'rgan berilgan javobga qarata bildigan inkosi tavakkulning eng yuksak bir nuqtasi. Ya'ni sen bizni nima uchun bu yerga tashlab qo'ysa, o'zingning fikrimi, Allohning fikrimi? Allohning fikri degandan keyin deydi, unda o'z Alloh bizni zoya qilmaydi. Qalbi kimga bog'lanadi? Allohga bog'landi. Ammo sa'iy qildi. Bu hayot prinsipi, tavakkul prinsipi. Andan keyin Alloh subhanahu va taolo Baytulloh Haram haqida shunda deydi: "Va man dakhalahu kana amina." Bu haqda biz az ilgari mazroq deb o'tdik. Ya'ni o'zini tarjima qilgan vaqtimizda Baytullohga kirgan kishi amin bo'ladi deb tarjima qilamiz tarjimada. Ammo ba'zilar Baytullohning umumiy tarixiga qarasa, tarixda nurg'un qatim Ka'bada urushlar bo'lib ketgan. Hatto kishilar ba'zi fosiqlar, zolimlar hujum qilib ibodat qilayotgan, haj qilayotganlarni ko'zni qimirlatib qo'ymay o'ltirib o'tgan, Ka'baning pardalariga eslib olganlarni o'ltirib o'tgan hatto nurg'un yillar kishilar haj qilolmagan. Bunun qarab turib oyatda Ka'baga kirgan kishi amin bo'ladi deb, "Ba'ajab bular amin bo'lmabdi" deydigan bir gapni ko'tarib chiqadi. Biz shuning asosan bu yerdagi bir tushunchani to'g'rilamoqchi qarindoshlar. Qur'oni Karim ba'zi prinsip masalalarni bizga buyurmoqchi bo'lsa, uqtamoqchi bo'lsa, buyruq shaklida emas, xabar shaklida ifodalaydi. Bu masalaninki buyruq shaklida ifodalanishidan muhim ekanligini ko'rsatadi bu yerda. Sen paloniyaga berib, "Menda ishni qil" gap bilan siz paloniyaga borasiz, "Menda ishlarni qilasiz" ikkisining o'rtasida ifodalash jihatda kuchi xabar shaklida kelgandan keyin kuchli bo'ladi. Ya'ni bu yerda demakchiki, Ka'ba haramning prinsipi shuki, amin bo'lish. Bu yerga kirgan har odam aminlikka erishish kerak. Ya'ni sizlar Ka'bani aminlikka erishtirishingiz kerak. Ka'bada aminlik
prinsipi yurgizilishi kerak degan bir uqumni ifodalaydi. Bunga ma'laqi ijtimoiy turmushimizdan bir til ifodalash nuqtasidan bir misol olay. Masalan, taxam aydınlashtirish uchun qarindoshlar. Masalan, biz bir balamizga nasihat qilyaptimizda, mehmonlarga qanday muomala qilish to'g'risida. Balam, uyga kirgan mehmon bilan avval ko'rishsiz, undan keyin uni mehmonxonaga boshlaysiz, quliga suv quyasiz, undan keyin oldiga tamoqlarni olib kelasiz. Hammasi jumla buyruq jumla emas, kurashgan, akirgan, suv quygan bu emas. Bayon shaklida, xabar jumla shaklida da'vatudu. Ammo biz balamizga shu vaqt ifodalamoqchi bo'lganimiz shunday qil ad demoqchi. Xuddi shunga o'xshash bir ifodalangan jumla va man dakhalahu kana amina degani kimga kirsa amin bo'ladi din boshqa amin bo'lishi kerak. Har bir mu'min bu yerning aminligiga kafolatlik qilish kerak degan ma'noda. Bunda ifodalar Qur'oni Karimda nihoyat ko'p. Masalan, bir oyat bor. Misolga kelay. Sura Nur'ningki 26-oyatida Alloh subhanahu va taolo al-khabithatu lil-khabithin والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات degan shaklda kelganlik oyatni agar o'zini tarjima qilsak nachar ayollar nachar erlarga nachar erlar nachar ayollarga pak ayollar pak erlarga pak erlar pak ayollarga buni desak qarasak jamiyatda shuna pokiz ayollar nachar erdan qo'lga tushib qolgan ahvollar va shunda nachar erlar pokiz ayolni olib qolgan ahvollar va buning qarab deganda Qur'onda mashhurda batti endi bunda unda demaymiz. Qur'ondagi bu ifoda bir bayon, xabar jumla bo'lmasdan shaklida olsin. Ma'ni jihatda mush nikoh masalalarida cho'qim yaxshi odamlarga yaxshilarni apirish. Hargiz nachar odamlar, yaxshi odamlarni bir o'yga qanday qilib qo'ymaslik, akirib qo'ymaslik, tek bir xil buyruq ma'nosini o'z ichiga oladi. Shunga asosan yuqorqi oyatni va man dakhalahu kana aminan biz bayon shaklda, xabar shaklda tushunmaymiz, balki buyruq shaklda tushunamizki, har bir mu'minning vazifasi Ka'bani amin holatga keltirish, Ka'ba kirganda cho'qim nim bo'lish kerak, amin bo'lish kerak degan ma'no chiqadi qarindoshlar. Ondan keyin oyatni davom qilaylik. Valillahi alan-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Oyatda valillahi alan-nasi hajjul bayt. Valillahi deki lam. Alan-nas deki ala ikki harf arab tilida. Lam odatda normal qo'llanishda manfaatni ifodalaydi. Ala majburiyatni ifodalaydi. Bu yerdan bu qoidani biyaga selib xuddi qilgan haj faoliyatimiz, ado qilgan haj farzimizda Allohga bir manfaat chiqadigandek deb qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo butun mahluqotlardan behojat. Ana o'gandan buni nima uchun olamiz desa, bu yerda xoslik, ixlos, nishon, hadafni asos qilgan shaklda bir ma'no olsak bo'ldi. Ya'ni kishilar Baytullohni Alloh uchun xolis, Allohni ko'zlab, Allohni nishon qilgan shaklda haj qilish kerak degan ma'no olsak bo'ladi bu yerda. Boshqa xil ma'no chiqmaydi. Ondan keyin ondan boshqa yana mushu valillahi alan-nasdiki valillahidiki lam Allohni ko'zlab bo'lgan bo'g'achqa bilimiz hamda mana bir gap bor qarindoshlar. Haj qilib baqqanlar bilasizlar, hajning jafosidek jafo yo'q. Intayin jafo. Ammo hajning mukofotimi jafosiga loyiq bir shaklda nihoyat kattandi. Buni Alloh o'z oldiga tortganda valillahi deb oladigan bir ma'noyimiz shu. Alloh uchun o'g'andikin, Allohni deb bo'lgandikin bir xil ko'z oldimizga Allohning roziligi kelganida ajabali faqat ko'zimizga ko'rinmaydi. Mishqa inson shunday bir maxluqki, ko'z oldiga qilayotgan ishining mukofot jazosi inib o'rtaga qo'yilsa, inson har narsani peshiga oladi. Agar insonning masalan misol olaylik, misol bilan tushuntiraylik. Oldida necha ming yillik inson bak qiziqadigan bir foyda va nihoyat og'ir zodi mumkin emas darajasiga yiqilishib qolgan bir ish bor. Qiyinlik darajasi. Ammo mush ishni qilsa ash foydani oladi desa, inson shu foydani ko'zlab shu ishni ko'z oldiga oladi. Yoki inson intayin qiziqadigan bir ish va gunoh ma'siyatning birisi va ammo buning jazosi ajoyib qattiq. Masalan, deydi bir inson o'tda qirg'isi va bir yomon ishdan birini hozir qilish oldiga o'rakdan birini ko'lab o't yiqib o'roq. Agar sen mush ishni qilib qolsang, chiqib o'rakka tushsa desa, inson ishqa hargiz qadam olmaydi. Inson mashta bir narsa.
Hajning yetküçü cefası var qarindoshlar. İnsan adati normal turmuşida ko'p bakmagan bir jafoni ko'rdimdi hajda. Agar inson o'zining zihniga, ko'z oldiga valillahi Allah uchun, Allah'ның razıligi uchun, Allah'ның jannati uchun, bütün gunohimning mag'firati uchun demasa, bu kadar jafoga chidab ketalishi, bu kadar jafoni kütürüp ketalishi tez. Şun Allah subhanahu wa ta'ala bu yerda hajni men uchun qilsa, mana men hajning mukofotini beradigan degandek bir maqsadda valillahini keltirgan biz bayat deganimizda kirgizib bergan lam manfaat ma'nosini ifodalaydigan lam emas. Ondan başqa oyatning oxiridagi men istata'a ilay sabila yo'l jihatda buningga kuch yetgan qodir bo'lganlar dedik. Bu asosan 3 nuqtada X itido yol meselesi, yani ayet tilg'alangan qila olganlar, kuchi yetganlar degan. Yani birisi insonninki yemek içmek meselesi. Bu birinchi masala, yani chiqimlari demakchi. Yani insonning o'zining berib kelish chiqimi, undan keyin o'zi berib kelgich bo'lgan oraliqda o'ziga tava, o'zining mas'uliyat ostidagi oilasininki normal turmush chiqimlari bu bir. İkincisi eşeğe berip keladigan uloq, yani mesela bugungi vaqtda aeroplanda bas, aeroplanda, mashinada bas, mashinada, poyezdda bas, poyezdda bunun haqlari, bilet bahası degandek. Üçüncüsü yo'ldagi bexatarlik masalasi. Mesela bexatarlik masalalarini bugungi kunda shu viza va yoki bizga nisbatan ega olsak, jenimiz bir nimaga uchramdi, ham xatarga uchramamdi degandek bir necha nuqtadan, ya'ni bexatarlik masalasi 3 nuqta. İnsan 3 nuqtadan emin bo'lgan vaqtida, birisi uzuq-tulikdan, yana birisi berib keladigan uloqdan, yo'l qatnashdan, yana birisi bexatarlikdan. Bu 3 narsa shakllangan vaqtida insonning ustiga haj farz bo'ladi. Eğer bu 3 şartın birisi ada tepilmasa, berip kelgidek bir narsa yok, berip kelgidek uluğu qatnaşı yok, yoki berip kelish yanında hem xatarga uchraydi, eminlik jeni xotirjam bulanmaydi bo'lib qolsa, u vaqtida insonga haj qilish farz emas. Endi bu yerda bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqta bor qarindoshlar. Boshqa ibodatlarda, boshqa taklifatlarda Alloh subhanahu va taolo iymon sifati bilan xitob qiladi. Ya ayyuhallazina amanu degan shaklda. Ammo haj babiga kelgan vaqtida valillahi alan-nas deb nas iboratini ishlatdi, ifodasini. Nas kishilar degan bo'ladi. Ya'ni mu'minlar va mu'min emaslar. Ya'ni bu yerdan Yahudi, Nasaralarni qana qildigan haj qilish ularning ustiga vojib, farz bo'lgan bir ma'no chiqishi mumkin. Shu Rasulullohning ba'zi asarlarda Yahudi, Nasaralarga haj qilishga taklif bergan. Vallohu alaykum bular buningga qana qilgan, rad qilgan. Chunki bular haj qildi degan gap bir odam bir ilohga Allah'a ibadet kıldı degan gap bo'ladi. Buningdan qana qilgan, qo'qqanda. Shunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir odamning imkoniyati bor turibdi, sap-sog'lom. Yoki u yo'lda bir xim-xataga uchraydigan ahvolmi yo'q. Berib kelish chiqimlarini o'zi qamdiyolug'idek darajada iqtisodiy imkoniyati bor turib, haj qilmagan odam haqida nima deydi? Qanday odam bir uzuq-tulikka bor turib, Baytullohga borgandek ular qatnashib baturib haj qilsa, bu nima ish qilgani baka degan mazmuni bir hadis bor. O Yahudi bo'lib ketamdi, Xristian bo'lamdi, nima ish qilgani baka. Chunki Qur'onda valillahi alan-nas hajjul bayt deb oyat tilg'alangan bir shaklda bir hadis bor. Yani Rasululloh haj qilmagan odamga nisbatan, imkoniyati baturib qilmagan odamga nisbatan ig'ir tahdid shaklda ifoda qo'llangan. Endi undan keyin oyatning davomiga kelaylik qarindoshlar. Va man kafara. Biz hozir hajning masalasini biroz ching'atdik. Yani haj qilishning nihoyatda muhimlik, hajda ko'riladigan nurg'un oyat bayonotlar, hajning insonlarga, mu'minlarga emas, insonlarning ustidagi farz ekanligi, buning faqat Alloh uchun qilinganligi haqida to'qiya. Andan keyin yana bir ehtimolni yo'q qildik oldida. Hajning har qancha biz ibodat qilib, mayli haj olsun, namoz olsun, boshqa ibodat olsun, bunun hemmisininki ahamiyati o'zimizga. Allohning bundan erishadigan hech nimasi yo'q dedik ya. Shu oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo shunga mos shaklda nima deydi? Va man kafara. Endi kafara deganni tuz tarjima qilsak, kimki
kafir olsa degan gap. Ama bu bir cho'ng gapchi bu qaramlar. Bir odam hech qilmaslam kafir bo'lib qoladi. Biraz bu yerda to'xtalmoq lozim. Bilasizlar, kufr ikki xil bo'ladi. Birisi Allohga inkor qilish, cho'ng kufrlik bu, dindan chiqadigan kufrlik. Yana birisi ne'matga kufr bo'lish. Bu Qur'onda, hadislarda jiq buning misollari. Sura Nahlning 112-oyatda "Va daraballohu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakaffarat bi'an'amillah." Allah bir kanatni misol qilib keltirib, nayda xotirjam, paravan turmushlari mushtabir kanatdi, lekin Allohning ne'matiga inkor qildi deb, ne'matga inkor qilgandan keyin tuzkorlikni kafara ifodasi bilan ifodalagan ham deydi. Demak, kufr ikki xil bo'ldi. Birisi dindan chiqadigan kufr, inkor qilish kufrisi, yana birisi tuzkorlik, Alloh bergan ne'matga tanidigan kufrisi. Shu masalani bir tarafdan olsak bo'lmaydi masala. Unda bu yerdagi "va man kafara" degan ifod nimani o'z ichiga oladi desa, ishkalasini o'z ichiga oladi. Qanday ishkalasini o'z ichiga oladi? Masalan deylik, Alloh hajni farz qildi. Bir kishi hajni iymon etibdi, hajning farzligiga. Sharoitlar borkan bormabdi. Sharoitlar bor turib bormabdi. O'zi mu'min hajga. Hajni inkor qilmaydi. Baray desa pul mol mulki bor. Yo'lma amin, qatnash qulay bormabdi. Bu Alloh subhanahu va taoloninki bergan ne'matiga kufrlik qilgan bo'ladi. Ya'ni bu kichik kufrlik, ya'ni kichik kufrlik deganimiz ne'matga bo'lgan kufrlik, aliqi dindan chiqadigan kufrlik emas. Bu bir. Endi yana bir odam bor. Nima haj degan? Hajmi qilma ishma? Hajni inkor qildi. Mavo cho'ng kufrga tushdi. Shu haj masalasiga qarata, mayli a shaklda olsun, ma shaklda olsun, mushta bu ne'matga kufrlik qilganlar, bu farzni inkor qilganlar va men kafaradin kufrlikqa tushgan bo'ladi. Mayli cho'ng kufrlikqa tushsin, inkor qilish orqali yoki kichik kufrlikqa tushsin, tuzkorlik qilish orqali mushta kufrlik bo'lgan bo'ladi. Qaranglar, oyatning oxiri qaranglar. Demak, haj qilishdan inkor qilsa yoki haj qilmasa fa inalloha g'aniyun 'anil alamin ki o'ylab qolmang, haj qilsam bir muncha pul xarjlaydi ekanman, buni Allohga bir foydasi bormi to'la o'ylab qolmang, Alloh butun mavjudotlardan behojatki alamin ifodasi qaranglar. Ma oyatga diqqat qilsanglar, kimki va man kafara haj qilmasa, ya'ni kufrlikqa tushsa, melchon kufrlik, kichik kufrlik olsun, Alloh uningdan behojat demadi. Butun mavjudotlardan behojat degani, sen hajga borsang, bormasang hech farq emas Allohga nisbatan. Bağınınmı Allah'a nispeten payda ziyni yok ve bağmığınınmı Allah'a nispeten hiç payda ziyni yok. İnsanı bolsun, kılıdığın işinin hemen özün için kılırsa فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ Bunu hecki bağmağın hem adamdan, her kanak adamdan Allah bir hacettir. Digen ayetlen ahırlaştırdı ayetini. Vakit münasut olan bugünkü dersin bu şeyde ahırlaştırdı. İnşallah dersinin devamını 98. ayetine 2 saatlik dersimizde okuyumuz. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.